Assalomu alaykum. Yana uy sotilayotgan ekanmi? Sotilmaydi. Ne sotilmaydi? Sotiladi. 79.900 dollar mashq xonadonimizni endi arzon qilmoqchi bo'lib turdik. 2 uy 4 sutu 79.900 polni pishyangichdan qurilgan. Keling chiqarilarni ko'rsataman sizga. Oshxonasi bormi aka? Ha, mana hozir kirganimizda endi sekin kirib kelyapmiz. Xudo xolasa bu yerda chap tomonimizda oxir oshxonasi. Bobam ho'l ekanmi? Ho'l. Vo, oshxonasi ham katta ekan. Kafelar qo'yilgan, mebel texnikasi olib kelishingiz bo'ladi. Mebel texnika bermaysizlar? Yo'q. Bu yerda zalimiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Vo, zali ham zo'r ekan, kattagina. Aboylari ham yaxshigina. Yusam bo'ladimi aboylari? Narxi nechi pulsiz? 79.900. 50 mingga bering. Yo, aka bu uyda bu. Nechta xonasi bor? Katta o'tirmaydi. 4 ta xona plus oshxona plus hol. Xonasi ham ko'p ekan. Ha, bu yerda keyin ko'rishingiz mumkin, lekin oshxonasi joylashgan. Vo, zo'r ekan. Tepalari ham yopiq. Tandiri ham bor ekan. Sonsa yopsam bo'ladimi bu yerda? Ha, bu yerda noyoqsiz ham bo'ladi. Yaxshi joy ekan. Podvoli qani buni? Podvali bu yerdan kirganimizda kirib yurdik. Vo, bu yoqdan podvol. Tushiladi podvolga orqadan. Bu yoq oshxonami? Ko'ring. Bu yoq spalni bo'ladi. Vo, podvoli ham zo'r ekan, podvoli. Nechi sotuvdi dedingiz? 2-4 sutga joylashgan bu xonadon. Yo'q, ha? Lokatsiyalari yaxshi joyda. Yangi Toshkent ko'rsidan 4 kilometr kirganimizda Tuzor degan joy bor. Havasda orqasida joylashgan bu xonadonimiz. Yo'q, o'zi aka men uyga emas, tualetga kiruvdim. Tualetga kirib chiqsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi aka. Kirib chiqing. Rahmat aka.